Ya bugün vaqtim yo'q. Bozorlik qilyapman. Iftorlik qilib berishim kerak. Bo'ldi aka. Mana. Rahmat. Nega aytmayman bo'ladi? Men bozorlik qilib qo'ydim-ku. Voy, nega unaqa ish qilasan-la? Bo'pti. Ashta og'iz ochib qolaman. Bolaman, bolajonim. Assalomu alaykum onajon. Bolam, og'zingni ochib oldingmi? Ha, og'zimni ochib oldim. Uyga kelmaganingga xavotir olayotgandim. Issiqni ovqatla yedingmi? Nima yeding? Men ovqatlanmadim, ona iftorlik qilib Ha, stiloydas issiqni somsiyammi ona? Sizdan ovqatlanmadim. Xo'p, bolam, kech qolmay vaqtliroq kelgin, bolam. Rahmat ona, xo'p. Qo'y narsalarimni mashinaga solib chiqib beruvding-a? Ha, men ortdim aka. Nega senda ish bor? Tinchlikmi aka? Bu xatolik o'tdimi menda? Narsalarni aravenga ort. Hop aka. Bitta yaxshi ovqat xarajati bor. Uyga borganda onaxonga yaxshi ovqat qilib berib duolarni ol.